Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Aziz Muhammad Islam. Bir harbiy qismda hayotda bir holat bo'ldi, farzand 2 marta bo'lib qoldi shu holat. Ikkita harbiy xizmatchi birdaniga xotiniga taloq olib qo'ydi. Qanchalik to'g'ri nima bo'ldi? Bittasi kecha kuni yarashuv komissiyasidan Andijon dedi. Shu mahalla raislarining telefonlashib, aloqalashib, yarashtirish nimasimiz. Endi bizda eng nima tomoniki, ana shu qanchalik to'g'ri bo'ldi, to'g'rimi? Qanaqa baho berasiz shunga? Taloq masalasi. Ana shu narsani so'ramoqchi. Taloq berish tartiblari. Xo'p, taloq masalasi o'zi shar'iy, islomiy tushunchada nikohni shartnomasini buzishga ishlatiladi. Taloq degani yechildi degani. Aqdi nikoh degani nikoh tuguni, bog'landi degani. Ikkita bir-biriga begona shaxs, ya'ni erkak ayol umuman mutlaqo begona edi. Nikoh bilan shartnoma tuzib, hayot, oila nikohini bog'ladi. Shu bog'ichni yechib olishlikka taloq deyiladi. Buni huquqini Alloh taolo erkaklarga bergan. Taloq qilishlik huquqi boshqaruvchisi erkak kishida. Biyadihi uqdatun nikah deydi Qur'oni Karimda. O'sha nikohni tuguni qo'lida bo'lgan kishi erkak kishi. Erkakka berishligini ko'p hikmati ham bor. Erkak kishi og'ir bosiq bo'lish kerak, yengiltak bo'lmasligi kerak, oilani mas'uliyatini his qilish kerak, oilaga javobgar shaxs, himoya qiladigan shaxs. Juda ko'p masalalarda erkak mas'ul. Bizda islomga nisbatan tanqid qiladigan jamoalar ko'proq oilaga erkak kishi mas'ul degan gapni erkak huquqi ko'proq, ayolning huquqi past deb tushuntirishga harakat qiladi. Unaqa emas. Huquqlar masalasi har kimga o'ziga loyiq huquq berilgan. Loyiq. Teng huquq berib bo'lmaydi. Agar teng huquq bersangiz, erkak ishlayotgan og'ir ishlarda ayollar ham ishlatish kerak bo'lib qoladi. Biz og'ir ishlarga ayollarni jalb qilmaymiz. Uni huquqi o'sha og'ir ishlardan uni ozod qilish. Teng huquqlik desangiz, unda buzilib ketadi mezon. Xuddi shuni singari taloq erkakning qo'lida degani mas'uliyat erkakning qo'lida. Mas'uliyat. Qur'oni Karim boshqa bir o'rinda aytadiki, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan-nisa'i bima faddalallohu ba'duhum 'ala ba'd." Rijollar, erkaklar qovvamdir. Qovvam degani rahbar o'zi bir ma'noda, mas'ul shaxs. Kimning ustidan? Ayollarning ustidan. Javob beradi. Ayoliga javob beradi. Uni hamma hojat ehtiyojlarini bu himoya qiladi, bu ta'minlaydi. Endi islomda o'sha nikohlandimi tamom, xohlaydimi yo'qmi yashasin degan gap yo'q. Avvalo nikohlandimi, nikohni himoya qilish, nikohga targ'ib, nikohni fazilati bo'laveradi, gapirilaveradi. Lekin shunaqa vaziyatlar bo'ladiki, oilani qandaydir sabab bilan buzish zarurati kelib qoladi. Masalan, shunaqa zarurat bor. Boshqa dinlarda, masalan, nasroniy dinida uylangandan keyin bo'ldi. Ajrasholmaydi. Yoqadimi, yoqmaydimi, tamom shu bilan yashash kerak o'lguncha. Bitta uylandimi, tamom. Shuning uchun nasroniylar qo'rqadi uylanishga. Noto'g'ri yomonroq chiqib qolsa boshqa variant yo'q-da. U bilan doimiy yashash kerak. Bizda unaqa emas. Bizda o'shanaqangi masalan tabiat to'g'ri kelmay qoldi. Bu yengil masala emas. Juda ko'p chig'iriqlardan o'tgandan keyin umuman iloji yo'q, yashab bo'lmaydi. Bir-biriga mutlaqo to'g'ri kelmayapti. Voy desang ham, dod desang ham yashaysan demaydi islom. Islom aytadiki, sunnatga muvofiq mayli ajrashinglar deydi. Qur'oni Karim bu haqida aytadiki, at-talaqu marratan. At-talaqu marratan degani taloq 2 marta. Huquq 2 martagacha. Bir ayolini yashayaptimi? 1 marta taloq. 2 marta taloq huquqi bor. Keyin undan keyin yo yaxshilikcha ushlab ikkitadan keyin yashasin yoki yaxshilikcha ajrashsin.
ikkita ixtiyor bor. Bungacha bir qancha etaplar bor. Ayolni taloq qilishlik agar sunnatga ko'ra, payg'ambar alayhissalatu vassalomning ta'limotiga ko'ra, islom ko'rsatgan yo'nalish bo'yicha taloq qilishlikni, ya'ni ruxsat talog'ini amalga oshiraman desa juda qiyin masala. Taloq qilib bo'lmaydi, rosa qiyin masala. Alloh taolo insonni ehtiyojlarini, uni his-tuyg'ularini bilgani uchun sunnatga muvofiq taloqni qiyinlashtirib qo'ygan. Qanaqa qilgan? Masalan deylik. Asosan taloq qachon sodir bo'ladi? Urush janjal bo'lib, jahl chiqib turganda sodir bo'ladi. Aksar odam aytadiki, jahl ustida aytib yordim deydi. Niyatim yo'q edi deydi, taloq qilib yordim deydi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom taloq bilan qul ozod qilish haqida aytganlarida hazluhu jiddun jidduhu jiddun deganlar. Taloqni hazili yo'q. Hazillashib bo'lsa ham xotinini taloq desa jiddiy qabul qilinadi. Jiddiy aytsa ham jiddiy qabul qilinadi. Buni hazillashi yo'q. Lekin sunnatga ko'ra taloq qilishlikda jahlingiz chiqib turgan bo'lsa-da ayolning holatiga e'tibor qilish kerak. Masalan, ayol uzrli vaziyatda bo'lsa taloq qilib bo'lmaydi. Birinchi. Ayol uzrli vaziyatdan pokiza bo'lib, ya'ni erkak ayollik munosabati amalga oshgan bo'lsa, yana taloq qilib bo'lmaydi. Nima qilinadi? O'sha yaqinlik qilib qo'ygan bo'lsa, yana uzrli vaziyatini kutadi. Uzrlikdan pok bo'ladi. Pok bo'lganda yaqinlik qilmasdan turib bir taloq beradi. Sunnatga muvofiq shu. Masalan, hamma vazifalarni qilindi, mas'uliyatlarni, nasihatlarni yoki kelishuvlar bo'ldi-da, jahl qilib turganda ayoliga qarasa taloq qiladigan vaziyatda emas. Demak, uni kutadi. Endi kutdi deylik. Uzrli bo'ldi, uzrlidan keyin pok bo'ldi, er-xotinlik munosabatlariga halol bo'lib turibdi. U jahl chiqqanda taloq qilmoqchi edi. Endi taloq qilmaydi. Jahldan tushgan bo'ladi. Unga kamida 10 kun, 15 kun, 20 kun o'tib ketadi. Jahl chiqqan zahoti qaror qabul qila olmay qoladi. Sunnatga muvofiq shu. Mana shunaqangi vaziyatda ruxsat nimaga berilgan desa, ruxsat umuman iloji yo'q. Ikkala tomon ham bir-biriga hurmati bor-u, lekin hayotda har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Majbur ajrashishlikka to'g'ri kelib qoldi. Ikkalasi kelishadi. Shartnomada bu endi. Bo'pti deydi, siz bilan hurmatimiz joyida qolsin. Oramizda bo'lgan er-xotinlik munosabatlari shuncha ekan. Endi bundan keyin yangi hayot quramiz desa, kelishsa, ikkala tomon ham ruxsat bilan mana shu uslubni qo'llaydi. Nima qiladi? Ayolni uzrli holatida, homilador holatida yoki pokiza bo'lgandan keyin er-xotinlik munosabatidan keyin taloq qilib bo'lmaydi. Uni otini bid'iy taloq deydi. Gunohkor bo'ladi taloq qilsa er. Kutadi. Sunnatga muvofiq taloq o'sha uzrli holatidan pokiza bo'lgandan keyin hali yaqinlik qilmasdan turib bir taloq deydi. Keyin bu idda muddatini o'tiradi. Keyin idda chiqqandan keyin yana shunga o'xshagan bir marta, ikkita bo'ldi, keyin uchinchisida tamomila ajrashib ketadi. Boshqa erga keyin u bu boshqa nikoh qilib ketaveradi. Endi keyin taloq masalasida doim ulamolar aytadiki, taloq masalasiga aloqador shaxslarni o'zi bilan gaplashmasdan 3-4 odamni gapi bilan xulosa qilib bo'lmaydi. Nimaga? Taloq lafzlaridagi jumlalar juda e'tiborli. Masalan, ba'zi erkak hayolida aytadiki, men seni taloq qilaman deydi. Bo'ldi, shu gapni boshqaga aytadi, xotinimni taloq qilib qo'ydim shekilli deydi. Unisi taloq qilib qo'yibdi deydi. 4-inchisi keyin domlaga telefon qiladi. Mana shuna qilib qo'yibdi deydi. Shuni nima bo'ladi masalasi deydi. Bu u odamning gapini o'zini eshitmasdan turib qaror qabul qilib bo'lmaydi. Chunki taloq qilaman degani kelasi zamondagi gap u. Tushmaydi u, hali qilmagan u. Ko'p odam shunga o'xshagan masalalarni bilmaydi. Yoki taloq lafzini ishlatmaganda bor yo'qol uyingga ket degan. Ko'zimga ko'rinma degan. Bunaqa ko'zimga ko'rinma, uyingga ket degan jumlalar agar niyatida taloq bo'lmasa, taloq tushmaydi. Bular kinoya lafzi deyiladi. Lafzlar juda e'tiborli. Taloq lafzini o'zi unda niyat e'tibori yo'q. Uni hazillashib aytsa ham, niyat qilmasa ham, xotiniga nisbatan aytsa, taloq tushib qoladi. Lekin
taloqqa dalolat ham qiladi-yu, boshqa narsaga ham dalolat qiladi. Ket degani bor uyingga ket degani, ko'zimga ko'rinma degani jahlim chiqib turibdi degani, misol uchun. Bunaqa jumlalarda niyat so'raladi. Niyatni aynan o'sha masalaga aloqador odamlardan so'raladi. Islom shariati nikohni o'ta jiddiy hodisa sifatida talqin qilgan. Oilani, ya'ni mustahkamligi butun boshli jamiyatni mustahkamligidan dalolat. Oila mustahkam bo'lishligi uchun o'sha islomiy ta'limot muhim. Iloji boricha o'shanga butun jamiyat harakat qiladiki, ajrashishni oldini olish. Kollektivni ichida, mana siz harbiylar ichida bo'lgan hodisani aytyapsiz. Kim yaqin tanish, birodar, aka-uka, hamkasb bo'lishdan qat'iy nazar, kollektiv ajrashtirilmasligini harakatini qilish kerak. Shuning uchun yarashtirish komissiyalari, mahallada aktivlar hamma shunga bosh qo'shadi. Butun jamiyatlarda oilani mustahkamlashlik birinchi planda turadi. Islom buni 1400 yil oldin o'ta mustahkam asoslarga o'rnatib qo'ygan. Kim bunga harakat qilsa, yarashtirishga urinsa, islohi baynan nas, ya'ni odamlar orasini isloh qilsa, juda katta ajrga, savobga dohil bo'laveradi. Hatto Payg'ambar alayhissalatu vassalom musulmon odam yolg'on gapirmaydi deganlar. Bir odam kelib, musulmon odam qo'rqoq bo'ladimi deganda, bo'lishi mumkin. Tabiatan qo'rqoq bo'lishi mumkin odam. Musulmon odam baxil bo'ladimi deganda, baxillik ham tabiat u, bo'lishi mumkin. Lekin musulmon odam yolg'onchi bo'ladimi deganda Payg'ambar alayhissalom yo'q deganlar. Musulmon yolg'onchi bo'lmaydi. Yolg'on o'ta og'ir narsa. Chunki yolg'on iymonning ziddi. Iymon degani tasdiq degani. Eng rostgo'y kalima la ilaha illalloh, tasdiq. Yolg'on buni ziddi. Shunga musulmon yolg'onchi bo'lmaydi deganlar. Yolg'onni shu qadar, ya'ni salbiy ekanligini aytgan zot ikkita odamni yarashtirish uchun yolg'onga ruxsat berganlar. Er-xotin o'rtasini yarashtirmoqchi bo'lsangiz, yolg'onga ruxsat shunda. Ruxsat o'rinlardan bittasi shu. Ya'ni muhim demoqchiman. Oilani mustahkamlab olishlik, orani isloh qilib olishlik eng muhim ishlardan. Kim aralashsa, kim bunga dalolat qilsa, katta ish bo'ladi. Taloq masalasi biroz zaifroq hadis bor, lekin zaif emas, munkar deydi buni. Ya'ni sahih rivoyatlarga ma'nosi zid deydi, lekin bor shu. Alloh taolo ruxsat bergan narsalar ichida yoqtirmaydigani taloq. O'zi ruxsat bergan. Shu taloqqa yomon ko'radi. Lekin iloji yo'q vaziyatlarda ruxsat bor. Ruxsat bor. Lekin nimaga biz urg'u berishimiz kerak? Ilojini topishimiz kerak oilani mustahkamlashlikka. Men ko'p joylarda ham aytganman, ulamolar ham ta'kidlaydi. Butun dunyoda eshitib qolasiz, u yoqda bu yoqda aytasiz, boshqa din vakillari ham ko'pincha ta'na qilganda yoki missionerlar bor. Hozir protestant tashkilotlari bor, musulmonlarni ichiga kirib, ularni boshini aylantirib yuribdi. Asosiy argument musulmon mamlakatlari orqada qolib ketgan degan argument. Mana shu gapni gapirgan paytida har qanaqasi bilan bahslashavering. Aytingki, nikoh masalasida o'zi islom olami mustamlakada qolib ketdi, birovlarning bosimi ostida qolib ketdi, urush o'choqlariga aylantirildi, fitna fasodlar hali hanuz davom etyapti. Lekin axloqiy jihatdan an'analarga sodiq qolishlik, ota-onasiga mehr muhabbatli, oilaga bog'liqlik, nikoh masalalarida dunyoda yana ko'p masalalarda biz eng peshvo ummatmiz hozir ham. O'zimiz bunga amal qilishlikda biroz orqada qolgan bo'lsak-da, hozirgi amal qilib turgan vaziyatimizda ham boshqa millatlardan ustunmiz. Tushunavering. Dunyoda eng sur'at bilan ko'payayotgan millat musulmonlar. Musulmonlar ko'payishlik masalasida muammoda yo'q, muammo emas. Hatto ajoyibda bir, masalan, Rossiyani ko'p misol keltiryapmiz-da ko'p joyda. Rossiyada oila qursa davlat nima qilyapti? Pul beryapti. Farzand ko'rsa joy beryapti, uni ta'minlayapti, unga imkon beryapti, ko'payinglar deyapti. To'g'rimi? Musulmon mamlakatlariga zimdan nazar solsangiz, so'zda, ya'ni qog'ozda yo'q-da, so'zda o'sha tug'uruq bilan shug'ullanadigan
meditsina sohasi odamlariga odamni ko'paytirmaslik haqida buyruq bor. To'g'rimi? Bitta bola ko'rsa, ikkinchisiga ko'rma deydi, uchinchisiga to'polon qilib oladi, 4ta 5ta bo'lsa, janjal to'polon bo'lib ketadi. Mana shu noto'g'ri siyosat shu. Bizning ichimizda bizni millatni ko'payib ketayotganligini ko'ra olmayotganlar tomonidan tarqatilayotgan gap bu. Lekin reproduktiv salomatlik masalasi boshqa narsa endi u. Ha, islom aytadiki, ayolni holati, salomatligiga qarash kerak. Bu tug'arkan deb undan inkubator sifatida foydalanmaslik kerak. To'g'ri, uni ta'minotini qilish kerak, orada masalan distansiyasini, vaqtini, mo'ljalini qilish kerak. Farzand ko'rish masalasi albatta sog'liq salomatlikka bog'liq, lekin u ko'r-ko'rona, hatto ba'zi joylarda juda achinarlik. Umuman tug'mas qilib tashlayapti shikoyatlari bor. Ba'zi joylarda nimaga tepadan buyruq bo'lgan deydi, qog'ozini ko'rsat desangiz, yo'q, bilmaydi. Biz huquqiy ongini rivojlantirishimiz kerak xalqimizni. Asta-asta rivojlanyapti-da. Oila kodeksida farzand ko'rish masalasini oiladagi xotindan boshqa hech kim hal qilishga haqqi yo'q. Oila kodeksida shu alohida ta'kidlangan. Farzand ko'rish rejasi xotinga tegishli. Tashqaridan bir kishi ikkita ko'rding, to'xtat deya olmaydi, haqqi yo'q. Qog'ozini ko'rsat deyish kerak. Men qatta bor bu gap deyish kerak. Endi buni salomatligini bahona qilishadi. Xo'p, salomatlikka qarasa, sog'lom bo'lsa, nima qilish kerak? Qo'yib berish kerak. Nima uchun desa, millatni boyligi xalqi. Xalq qancha ko'p bo'lsa, qancha imkoniyat bo'lsa, qancha kadr yetishtirsa, shuncha yaxshi. Biz eng rivojlangan mamlakatlarda oiladagi parokandalik, nikohni umuman e'tibordan chetda qolib ketganligi, muqaddas tushunchadan oyoq osti bo'lib ketganligi natijasida katta rivojlangan mamlakatlar inqiroz yoqasida. Millat ko'paymayapti. Millat ko'paymayapti. Fransiya yiliga 1 million odam kamayyapti. Tub aholi. Kamayyapti, ko'paymaydi. Nimaga? Nikoh yo'q. 40-50 ga kirsa ham uylanmaydi. Uylanmaydi degani bular xotinlik munosabatini qilmaydi degani emas. Uylanmaydi degani oilaga jiddiy qaramaydi. Millatning kelajagini jiddiy o'ylamaydi degani. Nimani o'ylaydi? O'zini nafsini, o'zini shahvatini, o'zini xohishini o'ylaydi. O'sha uylanmayotgan o'sha yevropalik kamida 10-15 ta xotin bilan yuradi. U harom xarish, o'zini nafsini qondirib yuradi. Lekin farzand qoldirish, o'zidan keyin jamiyat uchun o'zining zapasini qoldirish rejasi yo'q. Demografiya fanida bir millatni kelajakda yana mustahkam davom etishligi uchun har bitta oila rejasida kamida 4 ta farzand ko'rish kerak. Rejada bo'lish kerak. 4 ta farzandga. Bittasi, ikkitasi xotindan zapas. O'ziga, ya'ni erdan, xotindan bitta jamiyatga yana o'ringa o'rin qoldiryapti. Bittasi millatning kelajagi uchun, davlat uchun qoldiryapti uni. Ya'ni o'zidan bitta foyda qoldiryapti. Bittasi bo'lsa, ya'ni har ehtimoliga qarshi zaxirada u. Nimaga? Masalan, kasal bo'lib qolishi mumkin, dunyodan o'tib qolishi mumkin. O'sha mana shu 4 ta farzand ko'rsa, millat kelajagi buyuk bo'ladi, ya'ni. Endi o'sha nikohdagi taloq masalasi, ajrashish masalasi haqida gap ketyapti-yu, lekin buni orqa tomonini aytayapman men. Biz boshqa din, boshqa tizim, boshqa sistemalardan ko'ra ancha oldindamiz. Men ko'p mavzularimda shuni aytaman. Masalan, Hizb-ut Tahrir yoki Havorij deymiz, boshqa islomni noto'g'ri talqin qilib, siyosiy ma'noda xalqni boshini aylantirayotgan tashkilotlar eng birinchi biz islom ummati xor bo'ldik deb gap boshlaydi. Xor bo'ldik, orqada qolib ketdik deb gap boshlaydi. Mana shu gap yolg'on gap. Islom ummati xor bo'lmaydi hech qachon. Xorlik islom ummatining sifati emas. Musulmonlar hech qachon xor bo'lmaydi. Modomiki musulmonmizmi, xor bo'lmaymiz, mumkin emas. Xorlik musulmonlarga tegishli emas. Bu Qur'onda sobit.
Valillahil izzatu va li rasulihi va lil mu'minin degan Alloh taolo. Izzat, azizlik Allohniki, uning rasuliniki va mu'minlarniki. Biz mo'min holda bo'lganimizda xor bo'lmaymiz. Biz mazlum bo'lishimiz mumkin, ba'zan orqada qolib ketishimiz mumkin, to'xtab qolishimiz mumkin, lekin xor bo'lmaymiz. Bundan nima maqsad ko'zlaydi ular? Ana xor bo'lib ketdik deydida, bizni muammoyimiz gapiradi. Gazimiz yo'q, svetimiz yo'q, boyligimiz yo'q, gapiraveradi shunaqa narsalarni. Xo'p, nima qilaylik desa, bizga ergashinglar deydi. Sizni ishontirib olgandan keyin o'zini gipnoziga, keyin bizga ergashinglar, sizlarni biz aziz qilamiz deydi. Ergashsangiz, uni o'sha orqasidagi haligi nikohi yo'q, haromdan bo'lgan maxsus xizmatlarga sotadi. Rostmi? Ularning vazifasi shu. Lekin men buni nima uchun nikoh masalasida aytyapman? Biz nikoh masalasida dunyoda birinchi o'rindamiz. Butun millat havas qilyapti. Hatto siyosatchilar o'sha urush siyosatini qo'llayotganlar o'sha gaplarni zimdan tarqatyapti. Musulmon oilalarni ko'paytirmaslik, rejalashtirish, oilani rejalashtirish. Bularga qarshi turishimiz kerak. Yo'q, oilani rejalashtirishga haqqi yo'q. Salomatlikka qarash bizning o'zimizning ishimiz. Oilani rejalashtirmaymiz. Taloq masalasiga qarshi turishimiz kerak. Ya'ni huda behudaga taloqni aytavermasin. Erkaklarga aytish kerak. Bu erkakning huquqi. Ayolga Alloh taolo bermadi buni. Erkakka berib qo'ydi. Nimaga? Erkakligi uchun. Erkak sal mulohaza qiladi, oilaning mas'uliyatini o'ylaydi. Bo'lgani uchun. Endi bir bahonada buni gapiryapmiz. Buni esda saqlab olishimiz kerak.